Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan ushbu ko'rib turgan Damaziylarda o'ng tomon kapalagini almashtirishni o'rganamiz. Video boshida like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki sizga bu video aniq kerak bo'ladi. Chunki bu kanal orqali siz juda ko'p narsalarni o'rganishingiz mumkin. O'z mashinangizni masalan ustaga olib bormasdan turib, uy sharoitida qandaydir detallarini yoki predmetlarni almashtirishni o'rganishingiz mumkin. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz kanalni yo'qotib qo'ymaysiz. Hozir buni ko'rib turgan mashinalarda o'ng tomondan udor bo'lgan. Yengil buni xudo xolasa kapalaklarni almashtirib yuboramiz. Sababi buni hozir o'zini qilsa ham bo'ladi, lekin shpagilovka yeydi. Shpagilovka yegani uchun biz hozir bu O'zbekiston iqlimiga to'g'ri kelmasligi uchun bu kapalakni almashtirib yuboryapmiz. Sababi sal nimadirga ham tegsa yana shpagilovka tirishini berib yuboradi, yolib ketadi yokida bu issiq sovuq sharoitlarga o'talik mustahkam emas bu shpagilovkalar. Shuning uchun iloji boricha shpagilovkani ishlatmasdan, shpagilovkani kamroq, yupqaroq shpagilovka ishlatib mashinalarni ta'mirlaymiz. Hozir buni abisovkalarni yechib oldik. Endi hozir navbatda buferlari. So'ng kapalagini tortishni boshlaymiz. Bu kapalagini xudo xolasa boshqa yangi olib kelganmiz. Kapalaklarni chiroyli qilib qo'yib, egalariga topshiramiz go'zal holatda bitkizib. Bunaqa videolar juda ko'p bu kanalda. Yana xudo xolasa bu yog'iga ham yana qo'yib boraman. Kuzatib, like bosib, podpishab turasizlar. Xudo xolasa shu ishlarimizni ko'rib, bilmagan narsalarni o'rganib, o'zinglar uchun foydali ma'lumotlar yig'ishinglar mumkin. Hozirda o'sha bamperning nomer podstavkasining orqasida 10 galovga tushadigan bo'lat bo'ladi. O'shini bo'shatilyapti hozir. Keyin qolgan hamma bo'latlari piston bo'ladi, одноразовый. Keyin tagida ikkala chekada 10li atverkali bo'latlari bo'ladi. O'rtada 10li bolti bo'ladi. 3 ta temir bolti bo'ladi xolos bu buferda. Qolganlari одноразовый piston bo'ladi. Hozir farasini chiqarishga harakat qilaman, agar qisilib qolmagan bo'lsa. Chunki bu udarda orqa korpuslariga, shishasiga zarar yetgan. Shuning uchun hozir bo'shatib ko'raman. Agar chiqmasa, tag'la tortib turib, keyin faralarni yechib olamiz. Yo'q, qisilib qolgan ekan faralari. Shuning uchun endi hozir tag'la olib kelib turib, tag'la tortib, keyin faralarni yechib olamiz. Mana tag'la ham olib keldim. Xudo xolasa kuzatib boring. Keyingi